Assalomu alaykum. Yutuqli olimpiada eng zo'rlari bugun taqdirlanadi. Nihoyat, assalomu alaykum qadrli ota-onalar, assalomu alaykum mana shu kichkintoylarning birinchi ustozlari, ularni homiylari, hurmatli validay muhtaramalari, padar buzrukvorlari va assalomu alaykum yangi avlod. Yaxshimisizlar? Bormisiz? Omonmisiz? Hamisha bor bo'ling, omon bo'ling, xush kelibsiz. Bannerdan ham bilib turibmiz, bugun juda katta yutuqli olimpiada bizni kutmoqda. Ko'z temasini yildan yilga uni tashkil qilishda jonbozlik ko'rsatayotgan PMTestning tashkilotchilari, asoschilari barcha qulayliklarni hozir qilmoqda. Men summalarni ko'rib to'g'risi o'zim ham hangumang bo'ldim. Shunchaki boshlang'ich sinf o'quvchilari, maktab o'quvchilari orangizdan kimdir hozir aynan olgan bilimlari tufayli, shu yerdagi ustozlar tufayli ham juda katta summa bilan uyga yutuq bilan qaytishadi. Faqat bunga qanchalik tayyorsizlar? Buni bilmoqchi edim. Tayyormisizlar yo'qmi? Yo'q. Tayyormisizlar? Mana shu kayfiyat kerak. Shu kayfiyat tashqarida yozni jazillab turgan issig'ligini ichqaridagi mana shu harorat yozni ham ortda qoldirsin kerak bo'lsa. Demak, katta yutuqli olimpiada 2026 final bosqichi taqdirlash marosimi boshlandi. Biz mana shu yurtimiz bo'ylab e'lon qilishimiz kerak bo'lgan ma'lumotlar bor. 15 mingdan ortiq iqtidorli 3-sinf, 4-sinf o'quvchilari ishtirok etgan Prezident maktablarga tayyorgarlik jarayonida o'quvchilarni yanada rag'batlantirishga qaratilgan katta yutuqli olimpiadaning yakuniy bosqichida sizlarni ko'rishdan xursandmiz. Sizni ko'pchiligingiz juda ko'plab uzoq masofadan keldingiz. Ko'pchiligingiz shu atrofdan. Lekin barchangizni birlashtirgan bir maqsad bu PMTestning katta yutuqli olimpiadasida ishtirok etish. Aslida tasavvur qilyapsizmi? 15 mingdan ortiq bola ishtirok etgan olimpiadada aynan e'tirof etilganlar safida mana shu yerda siz borsiz. Qadrli mehmonlar, aynan bu olimpiada orqali PMTest jamoasi yoshlarimizda matematikaga bo'lgan qiziqishni oshirish, ularni albatta prezident maktablariga tayyorlash, eng muhimi ularning ichidagi iste'dodini yuzaga chiqarishni maqsad qilib olgan. 150 nafar o'quvchi finalga yetib kelganini mamnuniyat bilan e'lon qilamiz. Ular orasida esa eng zo'rlari bugun taqdirlanadi. Ko'pchilik bilmaydi. Ko'pchilik taxmin qilib turibdi. Men g'olibman dedi. Ya'ni ko'pchiligingiz eng oliy o'ringa sazovorman deb o'ylaysiz, to'g'rimi? Yashirib nima qildik? Shunday ekan, bularning nomlarini sanoqli daqiqalarda biz ham e'lon qilamiz va ruxsat bergaysiz, har bitta katta natija ortidagi mana shu mehnatni alohida e'tirof etishimiz kerak. Ishonch, fidoyilik turganligi hech kimga sir emas. Katta yutuqli olimpiada ham ana shunday ezgu maqsadga avlodlarni, yangi O'zbekistonning oltin avlodini yaratishga hissa qo'shayotgandan biz ham xursandmiz.
Va ushbu olimpiadaning tashkilotchisi biz uchun hurmatli inson, ta'limning rivojlantirish uchun haqiqatda o'zini, hayotini, fidoyiligini baxsh etib kelayotgan inson. Katta mamnuniyatlar va sizni qarsaklaringiz sadosi ostida. PMTS jamoasi asoschisi, rahbari hurmatli Asrorbek Jumanazarovni taklif etamiz. Marhamat. Asror aka. Oldingi yillarga qaraganda bu yerdagi kayfiyat ham, ota-onalarning yuzi ko'zidagi sizlarga bo'lgan ishonch ham, o'quvchilarning ko'zidagi ilm ziyo ham o'sdi. Buning uchun sizga alohida minnatdorlik bildiramiz. Bu shunchaki lotereya emas, bu ilmga yoshlarni rag'batlantirish. Bu haqiqatda prezidentimiz ko'p qo'llaydigan ularning komandasining chin ma'noda g'oyibona bir a'zosi bo'lish. So'z sizga, marhamat. Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli ota-onalar, o'quvchilar, ustozlar, hammanglar bugungi katta yutuqli olimpiadamizga xush kelibsizlar. Mana shu olimpiadaga kelish menga ham, mana shu yerda o'tirgan ko'pchilik bolalarga ham oson bo'lmadi. Nima deysizlar? Savol-javoblarda rosa urushib, talashib, men birman, ikkiman deb bu olimpiadani boshqa olimpiadalardan farqli tomoni shunday ruhiyat berganmizki, har bir bolani test natijasidan qat'iy nazar haqiqatda loyiqmi deb turib, bitta emas, bir necha chigirtlarda o'tkazganmiz. Ya'ni maqsad shu loyiq bo'lmagan bola qolib ketmasin, o'tib ketmasin. Va shuni hisobiga ba'zida o'ta aqlli o'quvchilar yaxshi tushuntirib bera olmasa ham o'tkazmaganmiz. Harakat qilib mashhedgacha kelgan o'quvchilarga men shuni xursand bo'lib aytamanki, hayot katta o'yinda. Hayotda imkoniyat bir necha marta beriladi. Bittasi o'xshamasa, ikkinchisi o'xshaydi. Biz olimpiadada ham bir 5 tadan ko'p savol-javobda ishtirok etganlar bormi? Qo'linglarni ko'taringlar. O ba'zilar 10 martalab yig'ilib ham yana savol-javobda ishtirok etib, yig'lasa ham yana ishtirok etib shunaqa qilganda. Va men nima uchun buni hurmat qilaman? Mana shu o'quvchilar, ba'zi o'quvchilar bor edi, bilimi yaxshi bo'lishi mumkin, lekin bunaqa intilish, bunaqa shijoat, bunaqa g'ayrat mana shu yerdagi o'quvchilarda men ko'rganman va buni juda ham hurmat qilaman. Hammanglarga, tarbiyalagan ota-onalarga, o'qitgan ustozinglarga ming rahmat aytaman. Va yana bitta narsa, bugun ertalab uydan chiqayotganimda onamdan duo oldim. Onam nima deb duo qildi? Ey Asror, seni farzandlaring ham mana shu bolalarga o'xshagan aqlli bolalar bo'lsin deb duo qilyapti. Qaranglar, bu bolalarga havas qiladi. Yurtimiz havas qiladi. Shunaqa bolalar. Va ularda ota-onasi ham, hamma ota-ona, boya bir ikkita ota-onaga aytdim, hamma ota-ona farzandimni yaxshi o'qitay deydi. Yaxshi joyda o'qish kerak deydi. Tarbiya berish kerak, ta'lim berish kerak, suvma havoda kerak, hamma biladi, lekin hamma ham qila olmaydi-da buni. Mana shu yerdagi ota-onalarni men ko'p o'z ko'zim bilan biladigan, taniydiganlar shunaqaki, farzandi ta'limi uchun kerak bo'lsa ko'p narsadan kechgan, jonini beradigan ota-onalar bor-da. Mana shunaqa ota-onalar ham men o'ylayman, respublikadagi eng yaxshi ota-onalar yig'ilib turibsizlar. Sizlarga ham rahmat. Sizlar eng yurtimizning rivojiga katta xizmat qo'shayotgan odamsizlar. Sizlarni qilgan ishinglardan katta ish bo'lishi mumkin emas. Chunki yurtda Xudo xolasa mana shunaqa iqtidorli bolalar rivojlantiradi va biz ham maqsadimiz mana shu iqtidorli bolalarni iqtidorini yana ham ro'yobga chiqarib, yurtimiz rivojiga ozgina bo'lsa ham hissamizni qo'shsak. Va mana shu yerdagi hamma o'quvchilar bilan, ota-onalar bilan qalin bo'ldik, qarindosh singari bo'lib qoldik. Chunki ko'pchilik o'quvchilar tanib qolganman. Har yili shunaqa bo'ladi. Hozir mana shu yerda 150 ta bola bo'lsa, bir 50 tasini hali tez savol javob qilmagan bo'lsam, 100 tasini ism familiyasini yoddan bilaman, qayerdanligini. Deyarli hammasini desa ham bo'ladi. Mana shunaqa ko'p bularning ustida ishlaganmiz va boya aytganday ko'p vaqtimizni sarfladik. 8 soatlab savol javoblar qildik. Shuning uchun bu olimpiadada hozirgi bo'ladigan natijalar meni hayajonlantiryapti. Nafaqat
Keyin yana bitta narsa, har yili kutilmagan natijalar bo'ladi. Har yili mana shu o'quvchi kuchliroq bo'lsa kerak, boshqa deyimiz yo'q. Iqtidorlar shundayki, 3-4-sinfda o'quvchi o'zini tutishiga qarab, mutlaq bir-biridan ajrab qo'ygan o'quvchi yo'q. Natijalarni ko'rsanglar, 90 ustida topishyapti. Bu olimpiadadan 50 ustida topish o'zi ish. Chunki bu oddiy savollar emas. Agar bir o'quvchi 50 ball topgan bo'lsa, men bilimi yaxshi ekan deyman. Va ustozlar ham o'tiribsizlar ham. Chunki adashtiradigan, chaltadigan savollar bor-da. Zo'r demasam ham bilimi yaxshi ekan, zo'r o'quvchi ekan deyman. 90 ustida topgan o'quvchilarga men bu o'quvchi nima desa, daho ekan desa bo'ladigan o'quvchilardan. Mana shu o'quvchilarni Xudo xolasa bugun taqdirlashimiz bo'ladi va e'lon qilamiz. Respublikadagi eng yaxshi 38 ta o'quvchini taqdirlaymiz. 39-o'quvchi ham 38 man teng ball olgan. Lekin haliga kvota bor-ku, hamma yo'g'i bir xil bo'libdi-da. Hali qiyin savoli har xil bo'lsa tepaga chiq. Hamma yo'q bir xil bo'lgan ekan. Endi biz yoshiga qarab, yoshi pastrog'ini tepaga oldik. Haliga 76 ballmikin bo'lgan adashmasam. Shu bitta o'quvchi xafa bo'lish yo'q. Siz bir oy erta tug'ilgan ekansiz, shuning uchun pastga tushib ketib qoldingiz. Shunaqa bo'ldi. Xo'p, endi ota-onalar, ustozlar, bugun hozirgi natijalar qanday bo'lsa ham boyagiday. Men shu bilan farzandim prezident maktabi yoki ixtisoslashgan hal bo'ldi deb o'ylamayman. Chunki o'quvchida hayajon, o'zini boshqarish, bilimidan tashqari ta'sir qiladigan faktorlar ko'p. O'tgan yil ham prezident maktabiga biz olimpiadamizda pastroq natija bo'lgani bilan prezident maktabiga kirgan o'quvchilar bor. Shuning uchun bolalarni qanaqa natija bo'lishidan qat'iy nazar qo'llab-quvvatlashni taklif qilaman. Hammanglarga rahmat. Xudo xolasa bugun eng yaxshi o'quvchilarni taqdirlab, tadbirimizni imkon boricha ertaroq mana bu sharoitga qarab yakunlashga harakat qilamiz. Rahmat hammanglarga. Katta rahmat. Asrorjon aka, bizda xo'p desangiz, hozir birinchi siz aytganingizdek rag'batlantiruvchi 1 million so'mdan sizlar tasdiqlagan pul mukofot egalarini taqdirlab olsak, sizning ishtirokingizda. Nima deysizlar? Boshlaymizmi? Juda ham zo'r. Unday bo'lsa, eslatib o'tishimiz kerak, demak, deyarli 40 nafar, ya'ni 38 nafar, kechirasizlar 22 nafar ekan, chunki undan keyingilari o'rinlarga ega hisoblanishadi. Bronza medal, kumush medal, oliy o'rinlar hisoblanib. Demak, 22 nafar bolajonlarimizga ayni daqiqalarda 1 million so'mdan pul mukofotlari topshiriladi. Men katta mamnuniyat ila ularni e'lon qilaman va siz esa olqishlab turasiz. Nomlaringiz kiritilgan o'quvchilar agarda shu o'rinlarni orqarog'ida bo'lsa, ularni yetib kelishlariga sharoit yaratamiz. Qo'li uyali telefondan boshlar esa olqishlab turishadi. Demak, quyidagi o'quvchilar PMTSning 1 million so'mlik pul mukofoti bilan taqdirlandi. Boshlaymiz. Birinchi vakil Farg'ona viloyatidan Abdurahmonov Islombek Javlon o'g'li. Bir million so'mlik pul mukofoti konvertda. Bravo. Olqishlab qo'yamiz. Haqiqatda to'g'ri gap aytishdi. Молодец. Tasannol. Katta rahmat. Ana endi bilasizmi? Demak, Islombek sal chetroqqa chiqib turasiz. Lekin tushib ketib qolmang. Kelishdiga keyingi chiqadiganlar ham Islombekning yonlaridan sekin astalik bilan galmagan turasizlar. Yana bitta 1 million so'mlik voucher, ya'ni pul mukofoti 7608 ballni to'plagan Farg'ona viloyatining haqiqiy o'quvchisiga nasib etdi. Rustamov Yusufxon Rustam o'g'li. Tabriklaymiz. Pul mukofoti va esdalik uchun fotosessiya jarayonlari ham davom etmoqda. Davom etamiz. Demak, 7608 ball bilan yana Farg'ona viloyati Yusufxon Xushnudbek, Yusufov Xushnudbek Hasan o'g'li ekanlar. 60 qarang, ballarda tafovut yo'q, lekin yosh, ularning to'plagan ballari juda ham ajoyib. Tabriklaymiz sizlar. Xushnudbek. Farg'ona viloyati. Farg'ona viloyati estafeta sizlarda 7608 ball bilan. Demak,
Abduqodir Farhod o'g'li Mulaydinov. Tasanno. Ana pul mukofoti. Xo'sh, davom etamiz. Surxondaryo viloyati 77.6 ball bilan Mahmadyarov Murodjon Nazirovich taqdirlanadi. Muborak bo'lsin ukamizga, marhamat, keling. Voha bo'ylab g'oliblarni e'lon qilishga davom etamiz. Keyingi g'olibimiz 77.8 ball to'plab Qashqadaryo viloyatidan Ismatullayev Umidjon Sunnatulla o'g'li 1 million so'm pul mukofoti. Mayli, biz ularni tasanno olqishlab qo'yamiz. Shu yerda ekanlar. Tabriklaymiz. Ha, turib oling, juda ham yaxshi. Ana endi biz ayni daqiqalarda navbatdagi g'olibimizni e'lon qilamiz. Demak, Farg'ona viloyatidan 77.8 ball bilan Hoshimjonov Muhammad Aziz Sobitjon o'g'li tasanno tabriklaymiz. Va ayni daqiqalarda yana bir Farg'ona viloyati vakili, bu safar 78.4 ball bilan Fayozbek Foziljonov Sherxon o'g'li. Tasanno. Juda ham yaxshi. Va Namangan viloyatidan 78.4 ball bilan Olimjonova Rayhona Rafiqali qizi. Go'zal, aqlli sinimizni tabriklaymiz. G'alaba muborak bo'lsin. 1 million so'm pul mukofoti. Marhamat. Marhamat. Ana endi eslatuvchi fotosessiya. Agar Asrorjon xo'p desangiz, ikki chetingizda mana shu bolajonlar turib olsa, yarim yillar bu tomonga o'tib olinglar. Kelinglar yaqinroq. Mana shu banner fon vazifasini o'tashi kerak. Ketib qolmang, yaqinroq turing. Juda ham yaxshi, juda ham yaxshi. Ana endi siz ikki nafar ukalamiz kelinglar bu yoqqa, kelib olinglar. Ha, siz ham keling. Ana endi chiroyli fotosessiya bo'ladi. Marhamat, ota-onalar bemalol fursatdan foydalanib suratga olishinglar mumkin. Pastga tushir. Ana shunday. Hamma bir qarasini hop. Katta rahmat har biringizga. Marhamat, joylarni egallashinglar mumkin. Katta rahmat, minnatdorlik bildiramiz. Asrorbek, agar ruxsat bersangiz, shu jadvalni yakunlab qo'yamizmi? Juda ham yaxshi. Bizda yaxshi bir tashabbus bor. Bilasiz, aynan mana shu PMTest jamoasi, ayniqsa Asrorbek, madaniy hordiq chiqarishingizga ham juda alohida urg'u qaratganlar. Biz katta mamnuniyat ila ajoyib bir ijodkorni taklif etamiz. Oxirgi yillar bu so'z ustasining O'zbekistondagi, Markaziy Osiyodagi reytingi oshdi. Sabab oddiy. Uning so'zlarida haqiqat bor. Uning so'zlarida siz bizni o'ylantirayotgan va qaysidir ma'noda xursand qilayotgan trendlar bor. Men shunchaki uni sizni ro'parangizdagi mana shu sahnaga taklif etishdan xursandman. Elmurod Haqnazarov, olqishlarga munosib ijodkor. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Aka, men qarsak bo'lsa bir 10 yil oldin dizaynda birga chiqish qilganmiz. Lekin 10 yildirki Instagramdan kuzatib boryapman. G'oyibona dedi-yu. Bizam shu. Omad yor bo'lsin. Rahmat aka, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Voy, assalomu alaykum. Assalomu alaykum hurmatli onalar, otalar, aka, opa, singillar va ustozlar va bizni kelajagi, O'zbekistonning kelajagi bo'lgan yoshlar hammalaringizga bugungi bayram, bugungi bilim bayrami muborak bo'lsin deyman. Rahmat. Hammaga yaxshi kayfiyat tilaymiz. Onalarimiz, mana yoshi katta onalar, otalar o'tiribdi. Men bitta narsani aytaman doim. Bizni katta qilgan onalarga, bizni katta qilgan otalarga baribir rahmat aytish kerak. Bitta qarsak cholinglarda, yigitlar. Va o'zim katta bo'lib o'yladim-da, endi biz ham ota bo'ldik. Chekida o'tirib uxlashdan oldin o'ylaysiz, qanaqa qiyin sharoitda katta qilgansizlar-da. Rostini aytaman. Shunaqa qiyin sharoitda katta bo'lganmiz, bizki katta bo'lganda bilganmiz-da. Hozir hamma sharoit bor. Hozir o'qiyman desa, ishlayman desa, pul topaman desa, sayohat qilaman, chetga ketaman, boraman, biznes qilaman, hamma sharoit bor.
Biz yuraverganmizda. Men kecha bitta psixologning videosini ko'rib qoldim internetda, Instagramda bitta yosh kattaroq opa, psixolog. Men tengi opa. Bolangizni hech qachon urmang. Uni miyasiga salbiy ta'sir ko'rsatib, bola keyin hayotda o'rnini topa olmaydi. Travma hosil bo'ladi deydi. Urmang bolani, urmang degan sari men yoshligimda onamdan og'zimga irina tapchik yeganlarim esimga kelaveradi. Keyin yozdim, opa, bolani urma deyapti. Biz kalta yeyotganda qat dedilaringizlar dedim. Sen Elmurod aka biz ham o'sha paytda kalta yeb yurgan paytlarimiz edi. Deyman. Ki oldingi onalarni men qoyil qolgan tomoni mana yaqindan tushunyapman-da xola. Kanikul kelsa 1 minut ham bo'sh qoldirmagansizlarda bolani. Xudoga shukr kanikul endi maza qilib multfilm ko'raman deb televizorda shunday yoqishingizga dada bilan aya kirib keladi-da. Nima qilyapsan? Ha kanikulga chiqdik, bo'ldi. Televizor ko'ryapmiz. Akeyin qani? Ana yanisdagi dedi. Bo'ldi. Turinglar, televizorni o'chir. Hali nima qilamiz? Buni og'ilni buzib boshqatdan quramiz deydi. 3 oy mana shu buzib qurish bilan o'tib ketardi, keyin maktab boshlanib ketardi. Keyin oldingi onalar tejamkor bo'lgansizlar, to'g'risi. Dadalar ham tejamkor bo'lgan. Ona bitta to'p olib bering, to'p deb kim kelyapti desa, onalarni hammasi bitta javob bergan. 99 o'yinlar bir xil javob bering. Ona to'p olib bering, siz bozorga olib chiqib, men sotinglarchi? Bu onam sotilib ketmasin deb indamay yuraverardi. Keyin ona cho'milgani boraveramiz, borar cho'kib ketsang o'ltiraman dedi. Boshqacha bo'lgan onalar boshqacha fikrlaganda. Mana qaki. Keyin bilasizlarmi, oldingi onalar tishini tishiga qo'yib gapirgan bolaga. Mana qaki. Mana qaki deyapman. Mana qaki, bunday irina tapchiki. 9 jempir. Aytsa urmayman. Aytsa urmayman. Hamma aytsa urmas ekanda, turmada hammaqa aytsa it turganda urardi-da. Yomon bo'lardi-ki, menga eng yoqqani baribir biz onalar bizni jangchi qilib tarbiyalagansizlar-da, o'g'il bolalarni jangchi qilib tarbiyalagan sababi katta alyumin tog'orani ichida cho'miltirgan. Kim onasi cho'miltirgan tog'oraga solib. Yosh kattalar qo'l ko'taryapti. Chunki hozirgilar unaqa emasda, hozirgilar dush, balzam, shampun. Biz paytda shampun bo'lmaganlar xola. Mana ichiga kir. Yag'ring chiqib ketganini qara. Bitta kirsovun bo'lardi. Kirsovundim deb ko'pirtirganda, hali ko'p idorasida deb nafas olishingiz kerak edi. Qo'ldan kelgancha tirik qolganmizda, ona cho'miltirganda. Yana suvni qaynaqligini boshingizga quyib tekshirardi. Eslayapsizmi xola? Bir quyib turib, yaxshi. Yig'lasiz bitta shapati, bitta burama. Onu buragan joyga tog'a 7 kun qon kelmasdi-da. Futbol o'ynab shilingan joyingizni ataylab shiqalardi-da. Ammo eng opasnisi machalka edi. Eslatlaringiz, machalka bu nima deb tushuntirsam bo'ladi? Ani qozon qirg'ichdan sal yumshoqroq qizil piyoz qopti setkasi. Qo'lga urib shiqalaganda badandagi kirdan tashqari bitib terini bir qatlami ham ketardi. Ana kir chiqyapti. Keyin bir paqirdagi suv, bitta paqirdagi suvni juda tejamkor bo'lganmiz-ku. 3 ta bola, biz endi 3 ta aka bo'lganmiz, eng kichkinasi men bo'lganman. Haligi paqirda suv uchalamizga yetish kerak edi-da. O'zi 2 ta akadan keyin men ustimga suv tushmasdi. Akalarda tarixi tushar edi. Lekin opalarimiz, singillarimiz hozirgi qizlarga mana erkaklar bolalarni jangchi qilib katta qilgan bo'lsalaringiz, qizlarga katta meros qoldirib ketgan oldingi onalar, menimcha hozirgi qizlar hammalari rahmat aytish kerak sizlarga. Chunki sizlar eng katta muammoni hal qilgansizlar o'sha payt. Bit bilan sirkani yo'q qilib o'rgansizlar. Voy, u payt hammani qo'li boshida yurardi. Gazetani yozib, taraqda mana qilib o'tiraverardi-da. Men bitta sinfdoshim bordi, rosa sirkasi ko'p edi-da. Yonimda o'tirardi.
Yaqinda Instagram ochibdi. Sochni to'g'ri parvarishlash haqida video qo'yyapti-da. Ye, deyman. Yana u bit bilan sirkalarni qanaqa o'ldirganlarini men topdim. Enamdan so'ng qanaqa yo'q qilgansizlar desam, vahshiylarcha aka. Manundeli jonivorga sochda bo'lsa bir dona. Opa, men esladim. Opamni sochiga salarka surkab, salarka ustali kalamish dorisini bunday meldim, qilib turib, keyin paketga o'rab, ko'rpani orasiga tiqib yuborilar 4 soatga. Yana sochi o'sib chiqardi-da aka. Keyin oldingi onalarning yana bitta zo'r tomoni, masalan, hozirgilar ona dada yo cho'milgani bor-ey, cho'milgim kelyapti desa, 400 mingga basseyn gaplashamiz. Keyin 200 mingga balonchi olamiz, o'rdaylik. Keyin yana quloqchin, ko'zchin, burunchin, boshchin, tizzachin, oyoq qandaqalar. Yana cho'kib ketish shuncha rasxod qilib cho'kib ketmasin deb o'zimiz basseynga tushib olib, bolani bunaqa qilib suvda yetalab yuradi. Bizi paytda dada cho'milgani, siz maktabda ushardi. Mahalla orqasidagi katta loyqa zibir bo'lardi, hovuz. Buning ichida mol o'ligi ham bor, it o'ligi ham bor. Shu o'taridi. Dada teskari turdi. Bola o'lim bilan olishardi. Dada teskari turdi, nos chek bo'ldi. Ana traktorlar nima bo'ldi? Yo'qsiz orqada. Hozirgi bolalar basseyndan chiqib kelsa bilasizmi, opa? Shampundan ki balsam ki fenda quritiladi. Kiyimlari ana sushilkalarga kiradi, dazmollangan, chiqishiga bangi xalatlar, sachiqlar. Bizda quritishga unaqa narsa bo'lmaganda, chiqib turib, qizib turgan asfalt. Kesladisi qorin bilan yotilardi. Orada mashina o'tsam deb turibdilar. Kiyim quritishga endi u payt dazmol fenlar bo'lmagan. Daraxt chekkasiga o'tib qanaqa sharoitda katta qilgansizlar, qoyil qolib. Biz hech qachon mana kecha qizim telefon qilyapti-da, dada dedi, ajdorxo kallasi, keyin avokado olasiz dedi, greypfrut olasiz dedi, mango olasiz dedi. Rostini aytaman, men buni kutubxonada nimadir bor deb o'yladim-da, bu kutubxonani qanaqadir narsasi shekilli desam, bu meva ekan. Tan olinglar, bizni paytda eng mashhur meva banan bo'lgan. Uni ham Yangi yil kuni yeyilardi. Mehmon ketsa, ananasni mashina poshini urib yorsa, kimdir ko'rgani borardi. Undan yaqinda mana mango, avokadolarni biz yaqinda ko'rdik-da. Hali bozorga kirganda ham 2 kilo avokado bering, o'z zavolering desa do'dirab turaveraman-da. Qaysi bir avokado? Bu mango bilan avokado bir-biriga o'xshab ketar ekan-ku. Kiwi. Uchinchi kartoshka nech pul? Kartoshka emas, u kiwi u. Yaqinda bildim nima kiwi mana shunaqa bo'lishi. Lekin maktab payt baribir bilim bu boshqa daraja. Bu bola hozirdan bilimga qiziqayotgani. Men o'zim ham Farg'ona Politexnika institutida dars berganman. 2 yil o'qituvchi bo'lib ishlaganman mexanika fakultetida. O'shanda bilganman, bola o'zi bo'ladigan bola bilinib turadi. Bo'lmaydiganining foydasi yo'q. Foydasi bor, faqat uni o'sha yaxshi ko'rgan kasbiga yo'naltirmagunizcha ish bermaydi. Biz hali maktabda o'qib yurganimizda esimdan chiqmaydi-mi? Bilasiz, maktabda bitta bola bo'ladi sinfingizda. Hammani asabini buzadigan. Dars tugab zvonok cholinadi-da, endi chiqib ketaman desiz, ustozda savol bor edi deganda hammani olib qoladi-yu. Ha, bo'lganmi? Yana bitta sinfdosh bor. O'qituvchi kirib keladi-da. Ana gulni tuvagini kim sindirdi? Mana deraza bilan shkafni ruchkasini sindiribdi kimdir desa, o'sha bitta bola bo'ladi, orqada o'tiradi. Mayte kim sindirganni? Mayte. Biz yaqinda ko'rishdik-da, bola sindoshlar bilan 20 yil bo'libdi ko'rishmaganimizga. Endi orada Telegramda gaplashib turdik, o'zimizcha yig'ildik. Ha, 15 yil degan, 15 yillik. Shunaqa o'zgarib ketishibdi. Katta bo'lib ketganda, semirib, qornlar osilib, mo'ylovlar chiqib ketgan. O'g'il bolalarga gapirmaslikdan bo'laveradi. Yo'q, qizlar shu darajaga kelib qo'ygan. Dadamni sinfdoshlarimmi deyman?
Maktab sinfdoshlarida bitta zo'r narsasi bu sinfda faqat sinfdoshlarga yarashadi. Orada mana o'zlaringiz o'ylab ko'ringlar. Sinfdoshdan boshqasi shu gapni gapirsa qamatvorasizda. Faqat sinfdoshga ruxsatda bu. Siz oradan yillar o'tib prezident bo'lib ketasiz, prokuror bo'lib ketasiz, general bo'lib ketasiz, dunyoning eng boy odami bo'lib ketsangiz ham sinfdoshlar ko'rishganda choyxonada. Hech narsa ish qilmaydigan sinfdoshlar sizga qarab, choydan quyib yubor deyaladida. Sinfdoshlarga farqi yo'q. Sinfdoshlarga farqi yo'q. Shuning uchun men demoqchi bo'lganim hozirgi yoshlarga sharoit dahshat. O'qiyman desam, maktabda hozir konditsioneri bor, to'pli bo'li bor, basseyni bor, ot minishadi, yana nima kamon otishadi. Maktabda obedda yana 3 mahal ovqatlanib turib, uxlab oladiganı ham bor. Biz maktabga sumkani ichiga eslashsa, buxangani orasiga ozgina narsani solib, chamadonni ko'tarib, formalari mana deydi biz paytda. Bugun fizkultura bor. Birinchi para matematika, birinchi soatisi. Matematika ustida kastimshim, ichida fizkultura ham bor. Bu tagidan triko chiqib turadi. Fizkultura, sirachim nechilad bo'ldi fizkulturadan. Hozir dahshat, hozir ko'z tegmasi. Men xohlardim mana shu bolalarning ichida, qizchalarning ichida oradan yillar o'tib qaysi birlaridir bir dunyoga mashhur olim bo'lishini, ixtirochilar bo'lishini xohlayman va niyat qilaman. Ilohi, meni ham o'zim farzandlarim bor, 4 ta qizim bor. Yaqinda 4-inchisi ham qiz bo'ldi, ko'payishdik. Tabriklasalar. Ular hammasi bizgilar ham shu, hammasi Registonda o'qiydi. Bitta o'rtanchi prezident maktabiga boradi. Hamma hozirgilar xonasiga kirsangiz bor, qizlarimning xonasiga kirsangiz qo'rqib ketasizda. Bizda odam tushunmaydi. Ana kuni yeyishdim deb aytsam, to'ralasi bir-biriga qarab 82 66 deydi. O'ynayapsizlarmi? Yo'q, hisob kitob qilyapmiz deydi. Nima ana hisob kitob? Kalkulyator olib beradi. Bu robototexnika. Nima? Mentalniy arifmetika deydi. 7 kere 7 desam. 49 deydi. Shu bayram bilan tabriklayman. Doim sog' bo'linglar, hech qachon kasal bo'lib qolmanglar. O'zlaringiz ustida ishlanglar. Sog' bo'linglar. Rahmat. Aka, marhamat aka. Elmurod, rahmat akajonim. Rahmat aka. Hamisha so'z boyligingiz ziyoda bo'lib bo'lsin, obro'y ziyoda bo'lsin, lekin kamtarligingiz hech ham o'zgarmasin. Amin. Sizni shu jihat bilan ham xalqimiz yaxshi ko'radi. Mana bu o'qishlar ham gapimizni tasdiqlaydi. Rahmat, rahmat. Sog' bo'ling. Katta rahmat. Shaxsan o'zim ham juda yaxshi ko'raman bu insonni, chunki hazillarda sizni, bizni xuddiki uyimizga borib yashaganday, xuddi bir mahallada istiqomat qilganday, xuddi o'sha bolalikni biz ham o'tkazganmiz. Sizni bolaligingiz boshqacharoq, chunki bizni yoshligimizda, bolaligimizda bugungidek PM testlar bo'lmagan va biz o'qigan, tahsil olgan hududda, makonda bizga pul berishmagan, aksincha bo'lgan. Shunday ekan, taqdirlash marosimini olqishlaringiz sadosi ostida davom ettiramiz. Asror aka, Jumanazarov, marhamat. Va marhamat yigitlar, patnis to'la pullar va sertifikatlarni olib chiqib, mana shu joyda yana yordam berishga davom etamiz. Demak, men katta mamnuniyat ila 78.4 ball to'plagan Jizzaxlik Otajon Bobojon o'g'li Narmurodovni taklif etaman. Marhamat. Tabriklaymiz. Har birlari o'zi aslida alohida bir g'olib insonlar. Hozir sertifikat topiladi. Siz safda turib turing. Hozir esdalik uchun fotosessiya bo'lguniga qadar. Biz davom etamiz. Farg'ona viloyatiga murojaat qilar ekanmiz. Murodjonov Abdulvosit G'anisher o'g'li. Bali meni hayron qoldirdi. 79.4 Farg'ona viloyati. Abdulvosit G'anisher o'g'li. Marhamat, shu yerda bo'lsangiz, tasanno sizga ukamiz. Tasanno. Va har birlariga eslatib o'tamiz, 1 million so'mlik pul mukofoti shu yerni o'zida hammani ko'z o'ngida topshirilmoqda. Tabriklaymiz. Bu agarda bizni bolaligimizdagi, yoshligimizdagi davr bilan inobatga oladigan bo'lsak, tamomila chiroyli yutuqlar. Pul mukofotini olib turing, sertifikatlarni albatta topshiramiz. Davom etamiz. Panjiyev Jo'rabek Zulfiqor o'g'lini taklif etamiz. Qashqadaryo viloyati. Ro'parasa 80 ball to'plaganlar.
Tasanno. Hozir har biringizni sertifikatlaringizni olib chiqiladi. Safga turib oling. O'tib bemalol tarqatishingiz mumkin. Demak, Jo'rabek Zulfiqor o'g'li, Abdulvosit G'anishir o'g'li va Otajon Bobojon o'g'li. Mana shu sertifikat egalariga. Davom etamiz. Ismatullayev Murodjon Akmalovich 80.2 ball bilan Navoiy viloyatidan. Marhamat. Bekmirzayev Durbek Zarbek o'g'li Farg'ona viloyati to'plagan balli bir xil 80.2 tasanno sizlarga 1 million so'mlik pul mukofotlari. Turib oling do'stlaringiz yoniga. Juda ham yaxshi. Davom etamiz. Durbek keldilarmi? Durbek ham keldi. Juda ham yaxshi. Davom etamiz va ayni daqiqada Akramova Muslimaxon Dilshodjon qizi 80.2 ball bilan Farg'ona viloyatidan xush kelibsiz. Go'zal sinimizni ham 1 million so'mlik pul mukofoti sertifikat bilan taqdirlab qo'yamiz. Mana shu yigitlarning yoniga turib oling. Rahmat. Rejavaliyev Shuhratjon Sherzod o'g'li Farg'ona viloyatidan 80.2 ball tasanno. Shuningdek, bu jarayonda Umaraliyev Firdavsbek Kamoliddin o'g'lini ham tabriklaymiz. Chiroyli natijalar davomiy bo'lsin. Marhamat. Keling, men tomonga turib olavering. Keling ukajonim. Firdavsbek. Davom etamiz. Inomjonov Muhammad Yusuf Javlonbek o'g'li Farg'ona viloyatidan. Esonaliyev Humoyun Husniddin o'g'li Farg'ona viloyatidan 80.4 ball. Tasanno. Abdukarimov Muhammadjon Mansurbek o'g'li 81.2 ball Andijon viloyati. Sertifikatni ham oling. Marhamat turib oling. Va Choryorov Elbek To'rayevich Surxondaryo viloyatidan 81.2 ball, xuddi shuncha ball to'plagan Jizzax viloyati vakili Husanov Shohjahon Abduhalil o'g'lini ham taklif etamiz. Tasanno 1 million so'mlik pul mukofotiga muvaffaq bo'lganlar mana shular. Ana endi Asror aka o'rtada turib shu yosh talantlar bilan bo'lg'usi matematiklar bilan bir suratga tushib olasiz. Esdalik uchun yaqinroq kelamiz. Xohlasanglar mana shu yerda o'tirib bemalol chiroyli kadr bo'ladi. Muhimi hamma kadrga sig'sa bo'ldi. Marhamat. Foydalanib olinglar imkoniyatdan. Ayni daqiqalarda esa biz bronza medalni topshiramiz. U bilan birgalikda 1 million so'mlik pul mukofoti ham bor. Rayhon, marhamat. Sertifikatingizni oling. Katta rahmat. Demak, tayyorsizlar. Qarsak chalishga biz ham e'lon qilishga tayyormiz. Qashqadaryo viloyatidan 82 ball to'plagan Bilolbek Egamberdiyevni taklif etamiz. Bronza medali sovrindori 1 million so'mlik pul mukofoti ham bor. Olqishlab turamiz azizlar. Bronza medali. Faxrli kuchli uchlikni aynan shular boshlab berishdi. Jizzax viloyatidan 82 ball to'plagan Isakov Islom G'ulomjon o'g'li marhamat. Farg'ona viloyatidan 82.8 ball bilan Polvonov Hasanboy Dilmurod o'g'li taqdirlanadi. Juda zo'r natijalar, to'plangan ballar va ta'sis etilgan sertifikat, pul mukofoti va faxrli 3-o'rinni aks ettiruvchi bronza medali. Davom etamiz. Mahmudjonov Abduhafiz Bahrom o'g'li 83 ball Farg'ona viloyati. Marhamat. Tabriklaymiz. Farg'ona viloyatidan 83.6 ballik
sakrash bilan raqiblarini ortda qoldirgan Ikromjonov Islombek Nazirjonovich. Muborak bo'lsin. Sertifikat, pul mukofoti va albatta bronza medali. Oltin medalgacha to'xtash yo'q. Davom etamiz. Va ayni daqiqalarda Barnoyev Imomali Suhrobjonovichni ham taklif etamiz. 83.8 ball bilan Navoiy viloyatidan. Olqishlab turamiz, bolani begonasi bo'lmaydi azizlar. Tabriklaymiz. Nurillayev Salohiddin Bunyod o'g'li 84.6 ball bilan Andijon viloyatidan. Ahmadali va Munavvaroy Ahrorbek qizi Andijon viloyatidan 85.4 ball bilan. Bu bronza medalning eng so'nggisi edi. Menga nasib qilmadi deydiganlar, ehtimol siz kumush medalga loyiq ko'rilgandirsiz. Esdalik uchun fotosessiya. Asror aka o'rtaga turib olasiz. Juda ham yaxshi. Endi ozgina surilamiz. Bannerga hammasi qilsin. Ozgina surilamiz. Tasanno. Juda ham xushyor yigitlar ekan, bilimli bo'lish bilan birgalikda. Minnatdorlik bildiramiz. Esdalik uchun fotosessiya. Olqishlab qo'yamizmi azizlar? Katta rahmat. Bugun barchamizni ilm birlashtirdi, rag'bat birlashtirdi va biz sekin astalik bilan mana shu bronza medal sovrindorlarining yana joylariga qaytishlariga rag'bat beramiz. Olqishlar bilan azizlar. To'xtab qolish yo'q. Rahmat. O'g'il qizlarimiz omon bo'lsin, bilimda hammamizni hayratlantiradigan natija egalari bo'lsin va ayni daqiqalarda kumush medal sovrindorlari va ularga ta'sis etilgan pul mukofotlari 1 million so'm. Boshlaymiz. 86.2 ball. Aynan shu ballni to'plagan Farg'ona viloyati vakili Rahmatov Shohrux Sarvarjonovich. Marhamat. Xo'sh, o'qishda davom etamiz. Agarda shu yerda bo'lsangiz marhamat, kelishingiz mumkin. Xo'p, agarda paydo bo'lib qolsalar, albatta ma'lum qilinglar. Rahmatov Shohruxbekni biz sertifikat pul mukofotlarini olib qo'yamiz. Farg'ona viloyatidan 86.2 ball to'plagan Otaboyev Nurbek Jahongir o'g'lini taklif etamiz. 1 million so'm pul mukofoti, sertifikat va albatta shaxsan Asrorbek o'zlari taqib qo'yayotgan kumush medal muborak bo'lsin. Tasanno, bravo. Kumush medalni navbatdagi egalarini e'lon qilishga davom etamiz. Navoiy viloyatidan 87.2 ball to'plagan Abdurahmonova Xonzoda. Xonzodaxon, keling. Har bir kichkintoyimizning natijalari hayratlanarli. Ular aytishim mumkinki natijalar bilan yuqorilab borishmoqda va kumush medalni egallagan har bir yoshlarimizni chin dildan tabriklaymiz. Hayajon, hech qisi yo'q. Tushunamiz. Keling Xonzoda, to'g'ridan keling. Sahna sizga muntazir. Sahnada ko'rinishingiz bilan rosa olqishlar chalishmoqchi. Tasanno. Bilasiz, janobimiz aytgan chiroyli gap bor. Bir erkakni tarbiyalash, bir oilani tarbiyalash, bir ayolni tarbiyalash, butun bir jamiyatni tarbiyalash. Tasanno sizga. Rahmat singlim. Davom etamiz. Samarqand viloyatidan 88.8 ball bilan Ravshanov Rashidjon Zokirovich taqdirlanadi. Kumush medal, 1 million so'm pul mukofoti va sertifikat. Katta yutuqli olimpiada tobora eng yuqori ball to'plaganlarni taqdirlash bilan barchamizni hayratlantirmoqda. PMTS jamoasiga, ta'sischilarga minnatdorlik bildiramiz va mana shu kumush medallar bilan taqdirlanganlarni 90.6 ballik natija bilan Samarqand viloyati vakili Turg'unboyev Mardon Murodjonovich yakunlab berar ekan. Olqishlab qo'yamiz. Tasanno. 1 million so'm pul mukofoti, kumush medal va albatta sertifikat. Murodjon Mardonbek, marhamat. Sertifikatni oling. Ana endi Asror aka o'rtaga turib olasiz, an'anaviy. Xo'sh. Xonzodaxon, keling, yonlariga turib oling. Juda ham yaxshi. Siz bu tomonga o'tib oling, ukajonim. Ana endi chiroyli bo'ldi. Fotosessiya. Katta rahmat. Minnatdorlik bildiramiz. Asror aka.
kuchli uchlik. Nima uchun bu qadar kardinal o'zgardi hozir e'lon qilish arafasida turgan kuchli uchlik? Biz endi 1 million haqida gapirmaymiz. Biz hatto 5 million haqida ham gapirmaymiz. Bizni natijalarimiz tamomila boshqacha. Men juda ham xohlardim bu natijalarni o'zingiz e'lon qilishingizni, chunki bu sizni katta mehnatingiz, jamoangizni professional mehnati, mahsuldorligi. Shunday ekan, ism familiyalarni biz e'lon qilishni boshlaymiz. Jamshid aka 3-o'rindan, ha? Keling. Pulshatda. Ha, shu yerdami? Pulshat konvertga sig'madi. Demak, kuchli uchlik oltin medal olib chiqamiz. Oltin medal bormi? Juda ham yaxshi. Keling, boshlaymiz. Demak, 91.4 ball to'plagan Farg'ona viloyatidan Hakimjonov Behruzbek Alisher o'g'li. Qarsalar. Pul mukofoti 3-o'rin 20 million so'm. Mana 20 million medal taqing. Mana 20 million. Buni ham olamiz. Hasanno birgalikda suratga tushinglar. Elmurod, yana ozgina surilamiz. Keling. Ana Asrorbek bilan siz o'rtangizda tursin. Esdalik uchun fotosessiya. Ay, bravo. Olqishlab qarang. Hozirdan kerakli yukni og'ir yo'q, bola bilyapti. Medal olgan. Tasadduq. 20 million. Men yaqinda bildim $100 eskisi yangisi borligini. Bolalar esa 20 million. Qoyil. Olqishlaymiz maysizlar. Xo'sh. Bizni ikkinchi o'rin kutmoqda. Ular kim ekan? Davron tarkib etib turasiz. Shatta turaverasiz. Behruzbek, o'zingizdan Buni qo'yib turaver. Og'ir. Pulga ham hushyor bo'ling. Endi Elmurodning ko'zi to'q yigit-ku, lekin baribir hushyor bo'lavering. To'g'ri aytdingiz. Qurilish uchun asfaltda yotib yurgan boladan endi To'g'ri aytdingiz. Baribir hushyor Xo'sh, bo'lavering. davom etamiz. Keyingi natija Elmurod 93 o'nda 2 ball. Siz yoshligingizda nechta ball olgansiz? Ko'p. Men institutga 93.5 ball bilan, 93.5 ball bilan bakalavrda byudjetga kirganman. Zo'r. Magistratura 235 ball. Hasanno, qaysi yo'nalishda o'qidingiz? Mexanika. Hayot qattiq qiynabdi. Matematika juda. Yo siylabdi, yo qiynabdi. Muhimi sizni hozir ko'rib alohida xursand bo'lib o'tiramiz. Demak, sizdan 3 ball kam to'plagan inson borlar. 93 o'nda 2 ball Namangan viloyatidan Habibullayev Umidjon Murodjon o'g'li 35 million so'm. Ikkinchi o'rin. PMTS eng munosib ko'rilgani. Keling, vaqt turing. Medal taqing. Sizgina ham deb qo'yaylik. Oltin medal. Tasanno. Mana. Birinchi o'rinni ko'rsatib. Rahmat. Ana endi esdalik uchun fotosessiya ikkinchi o'rin. Pulni berib qo'yaylik hozir. Mashalloh. Keling, mana shu olaman. Qo'yib yuboring mana uni. Pulni ushlab oling. Medalni oldinga chiqarib qo'ying. Aytishadi-yu, uxlayotganingizda soqolni chiqarib uxlaysizmi yo? Ko'rpada. Bravo. Medalni endi uxlayotganda ham yechmang. Davay qarshi cholamiz, rasm ham qarshilik chiqadi. Umidjon, nechinchi sinfsiz? Umidjon. To'rt aka. To'rt. Sizchi? Sizchi? 4-sinf. 4-sinf. 4-sinf bolalar shuna pul topyapti. Biz Sharabaradan kimdir kelib qolsa, shar olsak xursand bo'lardik bu yoshda, bu sinfda. Tasannosilarga gap yo'q. Xo'sh. Ana endi Umidjon surilib olamiz va birinchi o'rin. Xo'sh, pul mukofoti aql bovar qilmas darajada pul mukofoti 60 million so'm va Ahmadov Muhammad Suhrobovich Qashqadaryo viloyati 94 ball. Bravo. 60 million. 60 million. Va albatta eng munosib kubok. PMTS sizga alohida minnatdorlik bildiramiz. Bu yoshlarga qaratilgan e'tibor va ehtirom uchun davlatimiz rahbari yangi O'zbekistonni bunyod etishda 3-Renessans poydevorini qurishda aynan mana shunday zukko zakovatli avlod vakillarini hamisha tarbiyalashga hissa qo'shayotgan siz kabi insonlarni alohida qadrlaydilar. Aziz ota-onalar, aslida bu sizning yutug'ingiz. Ehtimol Behruzbek, Umidjon, Muhammad boshqa viloyatdan, boshqa oilaning farzandi, lekin biz ham ularga havas qilyapmizmi? Inshaalloh bizni ham farzandlarimiz, sizni ham farzandlaringiz shu natijaga erishadi. Ularga tarbiya bergan ota-onalarga rahmat. Ularni rag'batlantirgan PMTS jamoasiga alohida minnatdorlik bildiramiz.
Elmurod Haqnazarovga ham rahmat. Nima uchun bilmadim, lekin rahmat. Jamshid aka, sizga alohida rahmat. Sog' bo'ling. Prezidentimizni o'sha mashhur gaplari bor. Biz mehnatlarimiz bilan, bilimimiz bilan bizni hurmat qilishga majbur qilamiz degan. Bu bolalar ham hurmatga loyiq. Gapi hammalari loyiq. Bu yerda juda har chiroyli bitta bolalar loyiq. Chin dildan tabriklaymiz. Ana endi fotosessiya. Marhamat, biz buni daqiqab kutib turishga ham tayyormiz. Suratga olinglar. Bu chiroyli tarix, bu ajoyib onlar. Har biringizga bunga ehtirom va e'tibor uchun minnatdorlik bildiramiz. Ota-onalari chatda bo'lsa chiqinglar. Foto. Kelinglar. Men ortiqchalik qilmayapman o'zim. Xo'p, fotosessiya jarayonidan so'ng yaxshi motivatsiya bo'lishi uchun. Xo'sh, demak, Umidjonning onalarisiz, bu katta o'g'lingizmilar? Bitta o'g'il, o'rtacha farzand. Ha, juda ham yaxshi. Xo'sh, bu ham siz haqida fikringiz, ungacha va undan keyin sizning hayotingizdagi o'zgarishlar haqida. Marhamat. Assalomu alaykum. Mana shu yerga yig'ilgan aziz mehmonlar, hammangizga bu yutuqlar qutlug' bo'lsin, tabriklayman. Bu PMTS jamoasining ayniqsa mana shu bola, mendan kattalarni, kichkinalarni bilmadim, lekin juda ham menga yoqqanlar. Juda hali hech bo'lmasa rasmlarni ko'rib tomosha qilmayman har kuni. Gapirgan so'zlari ham boshqacha, qandaydir. Shunaqangi havas qilganman. Bu bola uchun haqiqatdan ham qattiq harakat qilganman. O'zim ham uydagilarga, ota-onalariga, hammasiga rahmat. Buni shu yergacha olib kelgan Zamin Liderlar Akademiyasini boshlig'i, ayniqsa buni haqiqiy ustozi Saidilloni va Ahadjonlarga ham doimo shu yutuqlar ular yutug'i. Tabriklab qolaman ularni. Bolajonim shunchalik bo'lib kelganiga sabab, hammani sabab bor, hammani hissasi bor. Bundan juda ham xursandman. Shu yergacha yetib kelishdi o'zi bo'lmaydi. Va nihoyat tabriklar qilaman. Hammaga nasib qilsin. Rahmat. Mana hozir Umidjonni ko'zlarida yig'ini ko'rdik. O'g'il bola yig'lamaydi deyshadi, lekin 500 million, 1 milliard bo'lsa yig'lasa bo'laveradi, yarashaveradi. Albatta, endi 60 million haqida gap ketyapti. Siz oldingizda Muhammad turibdilar. Bo'lsa, endi bu bolani ustozi yoki dadalaridan so'z eshitsizlardan bo'laveradi. Assalomu alaykum hammangizga. Shu nimani uyushtirgan ustoz sizga katta rahmat va birinchi rahmatim ustozga. Tasanno, olqishlab qo'yaylik. Rahmat sizga ukam. Shu rahmat. Bu yerdan shu chiqdilar. Nurlari barakali bo'lsin. Bundan-da ziyoda bo'laversin. Sizlarga ham katta rahmat. Shayx qatnashganlar hammasiga rahmat. Sizga ham katta rahmat. Bolangizdan baraka topib yashang. Shogirdingizdan baraka topib yashang ukam. Katta rahmat sizga. Xo'sh, ana endi Behruzbek bilan kim? Siza Keling, to'xtaman chiqib olay. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum hammaga. Avvalambor Asarbek Munazarovga mana shu yoshlarimizni shunaqa bilimlarni sinashga shunaqa zo'r platforma yaratib bergani uchun Farg'ona ahli nomidan katta rahmat aytmoqchimiz. Ayniqsa mana farzandimiz Serious Intellect markazi vakili sifatida qatnashdi va mana 3-o'rinni egalladi. O'tgan yildan beri orzu qiladi to'g'ri bu narsani va shu natijaga olib kelgan ustozlariga, Intellect jamoasiga juda ham katta rahmat aytamiz va siz jamoangizga ham, bundan keyingi ishlaringizga ham katta zafar, omadlar tilab qolamiz. Rahmat. Salomat bo'ling. Katta rahmat. Qoyil. Oldilariga turib rasmiy tushsa bo'ladi. Shu oling, bu takrorlanmas onlar. Kelgusi yillar ilohim birinchi o'rinda olishsin. Mana shu yerdagi orzu havas qilganlar, davrani tark etmaslikka shoshilmaganlar shu hammangizga nasib etsin. PMTS jamoasiga esa ravnaq tilaymiz. Bu ajoyib platforma, bilimni hamisha monitoring qilish hamma uchun muhim. Muhammad kubok ushlab oling. Kubokni ushlab oling. Ana.
Bu yerda har bir farzand aslida ota-onasi uchun nomer 1. To'ppa to'g'ri Jamis aka. Bu musobaqada qatnashishni o'zi g'alaba. Bularni hammasi chempion o'zi aslida. Shunchaki bir-biriga nisbatan bular ko'proq tayyorlangan. Keyingi safar mana shu bola, o'g'li bola chempion bo'lishini xohlaymiz. Inshaalloh aytganingiz kelsin. Olqishlab qo'yamiz va Elmurod bilasizmi, bu davrdan hech kim norizo bo'lib ketmaydi. Shuncha pul mukofoti va biz ham hozir gonorar olamiz. Insonni mamnun qiladigani shu. PMTS jamoasiga ravnaq uchun, ilmga homiyligi uchun minnatdorlik bildiramiz va sizlar bilan xayrlashmaymiz. Ilmni yanada ziyoda qilgan farzandlaringiz, kelgusi yil yana ham ishonchi ortgan, bilimi oshgan yoshlar bilan mana shu davrda PMTSning yana ham ko'tarinki kayfiyatida va ko'tarinki ballarida ko'rishguncha sog' va salomat bo'ling deymiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Tabriklaymiz.